Jiri faqat ariqroq dalaniki bo'lganligi uchun shu anasini aytib sotamiz aka. Lekin balasi hali o'ynab turibdi. Tishi, soq qo'zi, to'qli o'shanda. Endi narxini ham chiroyli qilib beramiz, ha? Narxini ham kelishtirib beramiz. O'shanda xullas men aldiga mana shu son 33 tadan 22 tasi tug'ib maniki. Endi bir haftalik 10 kunlik bo'lgan qo'zilar. Mana. To'qlimi shu? Mana to'qli aka. To'qli ekan akalar, o'sha 1-2 kunlik hayoli qolgandi mana. O'shanday. Mana bola qo'y qo'zilarimiz akalar, xudo olsa to'q bo'g'oz qo'ylarimiz bilan akalar bir yaxshi narxda arzoniga sotilmoqda. Akalar, hammaga assalomu alaykum. Xudo olsa bugun biz Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Oqtosh qishlog'ida Abror akamiz oldiga kelganmiz akalar. Akalar, akamizda xudo olsa mana shu qo'ylari bor ekan. Bugungi videomizda qisqacha narx-navo ma'lumotlar bilan aytib o'tamiz. Shunaqa dalani qo'ylaridan, akalar qo'zili qo'ylardan olaman deb yurganlar bo'lsa, bemalol egalariga chiqib savdosini bitirib olsanglar bo'ladi akalar. Akalar, xullas mana qo'ylarni ko'rib turibsizlar, qo'zilariga alohida baho berib qo'yasizlar. Bular hozir nechi bosh narx-navosi, yeb-ichi, tishi qanaqa qo'ylarni to'liq tanishtirib aytib o'tamiz. Abror akamizdan hozir ma'lumotlarni aytib o'tamiz. Abror aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ilhomjon, zo'rmisiz? Rahmat aka, o'z zo'r charchamasmi? Bo'ladi, xudoga shukr. Xudo xolasa nechi bosh aka olib keldingiz? Bu burada hozir 33 ta, 22 ta bo'g'ozi bor, 11 ta, 22 ta balalisi bor, 11 ta bo'g'ozi bor. 11 ta akalar bo'g'ozi bor. Bemalol ko'rib olaverasizlar. Hop shu 33 bosh. 33 bosh ham. Hop shu 33 bosh akalar mana bemalol qo'ylarni rang ro'ylariga akalar baho berib ko'rasizlar. Endi bu dalani qo'ydan soyaga ariqroq ekan. Chini bilan azobi dalada yurgan mol aka. Bo'ynagidek maqtab, semiz, aniq, unday deb garantiya berib, bo'ynagidek anaqasi yo'q. Bizga faqat yeb-ichishga sog'ligiga garantiya beramiz. Eti butun mol. Salgina jiri faqat ariqroq dalaniki bo'lganligi uchun shu anasini aytib sotamiz aka. Lekin balasi hali o'ynab turibdi. Tishi, soq qo'zi, to'qli o'shanda. Endi narxini ham chiroyli qilib beramiz, ha? Narxini ham kelishtirib beramiz Ilhomjon. Narxini ham chiroyli. Tishi qanaqa dedingiz? To'qli, shakka chiqqan. Endi shakka chiqyapti va to'qlilari mana bular. To'qli akalar, mana shu qo'yimiz, lekin sog'liqqa damini berib qo'y ekan, yo'q, suyak, ha? Xuddi shunday. Suyagi baquvvat ekan akalar. Bemalol ko'rib olaverasizlar. Ana. Ostar beroq kirib ketdi, hozir qaytarishadi akalar, ko'rib olaveringlar. Xo'p, 33 bosh, 22 tasi qo'zilagan, 11 tasi xudo olsa bo'g'oz deyshapti. To'q bo'g'oz aniq narsada, aniq o'shanday. Qisir deyishga hojat yo'q, ha? Ha, o'shanday. Xullas men aldiga mana shu son 33 tadan 22 tasi tug'ib maniki. Endi bir haftalik 10 kunlik bo'lgan qo'zilar. Mana. To'qlimi shu? Ha, to'qli aka. To'qli ekan akalar, o'sha 1-2 kunlik hayoli qolgandi mana. O'shanday. Ha, to'qli akalar, tishi yormagan akalar. Yosh qo'y xudo olsa. Kelaverasizlar akalarim. Shunaqa yosh qo'ylardan narxlar arzon, sifati zo'r joydan so'raganlar bo'lsa akalar. Qo'ychalari ham akalar bir haftalik shunaqa atrofi mayda qo'ychalari ham bor. Akalar 2 haftalik, 3 haftalik qo'ychalari ham mana sariq, katta qo'ychalari ham bor. Bemalol ko'rib olaverasizlar. Bo'ybasdan 80 olaveraydik, ha? 80-85 ketaveradi. Shunday. 80 menimcha 80 dan past ko'rinmayapti. Yo'q bo'lsa kerak. Unday nomarti yo'q, unday ko'p past yo'q. 80 dan past menimcha akalar endi taxmin etamiz, bo'lmasa kerak. Ha. Shunday. Bemalol bitta ko'raverasizlar akalar. Ko'rib kimdir tuni ariq deyish mumkin, lekin dalani qo'yib, bemalol boya dalaga qo'yib yuborsanglar akalar, xudo olsa, ana. Semizni olib borib ariqlatgandan ko'ra, mana bunday ariqni olib borib qo'yirsa, bir endi plyusga yurib ketadigan molda bular. Ha. Semiz endi barib yemga o'rgangan bular, dalaga qo'yib yuborgandan keyin ozib ketadi, qaytadi. Ozib ketadi akalar, va o'tga sal o'rganish qiyin bo'ladi, ishtahasi bo'lmaydi, shu bilan ozib ketishi mumkin akalar. Shuning uchun mana dala qo'ylaridan olsanglar, xudo olsa, mana o't zo'r bo'lgan sari akalar bilan o'zgarishi ham tez o'zgarib ketaveradi akalar, xullas mana. Beqnaydi. Bemalol ko'rib olaverasizlar. Abror aka, narxini nech pul qo'yaman deyapsiz aka buni? Buni Ilhomjon, bunagida balandbaho qo'yga foydasi yo'q. Aha. Bitta narx 5 million 700 dan bersin. Aka, 5 million 700 dan. Yana ham tushib beramizmi? Tushib ham beramiz. Nech pul qilamiz? 5,5 dan qo'ramizmi? 5,5 dan o'zlari olib ketsa beramiz. Dastlabkasini hammasini olganga qilib bering, 33 dan olganga. Hammasini olganga dastlabki ham qilib beraman. Yeb baraka toping. Akalar 5,5 million so'mdan, akalar 22 ta ona bola, yarmidan ham ko'p akalar. 60-70% ona bola, 22 ta ona bola, 11 ta to'q bo'g'oz,
Shu 11 ta to'qbozni 2 ta 3 tasini ko'rdim, o'zi 2-3 kunlik xayol qolgan ekan. Menimcha shu birovga bormasa kerak, ha, qolgani ham. Xuddi shunday, shu qatari hammasi shu oyda ichiga o'zi to'liq tug'ib bo'ladi, Ilhomjon. Aha. Akalar, xudo olsa shu vaqt ichida hammasi akalar qo'zilab bo'ladi akalar. Shoshilib qolinglar, mana qo'ylarni bemalol ko'ra olaverasizlar. Realni ona bola qo'y qo'zilardan narxlari arzon joyidan so'ragan obunachilarimiz bo'lgandi. Akalar, narxlari o'ta arzon bo'ldi deb bemalol aytaversam bo'ladi. Sababi 5,5 million so'mdan 22 ta ona bola, 11 ta bo'g'oz. Bo'g'ozni ham akalar bir oy ichida qo'zilab bo'ladi. O'zi yilini ko'rsatib qolgan. Ikkilanishga hojat yo'q ekan. Kelasizlar, qo'ylarni ko'rasizlar, ustida mana akamiz bilan savdolashib olib ketaverasizlar akalar. Shoshilib qolinglar do'stlar, soni cheklangan akalarim.